Assalomu alaykum. Barchamiz kuzatib turganlarga xudo xolasa yangicha darabilgamiz. Oldi g'ildirayli bo'ladi. Bemalol bu yoqdan g'ildiraylari katta. Shundoq tikkalab soplari bor. Yetalab yursa bo'laveradi. Juda qulay. Buni makka chiqaradiganlarga, keyin yantoq chiqaradiganlarga juda zo'r narsa. Og'zlari kattagina. İçinde tishlari 20 martalik tish bo'ladi. Mahalliylik. Xudo don mahsulotlarini ham, bug'doy mahsulotlarini ham chiqaraveradi. Faqat chiqar ekanda tikkalab turib chiqariladi. Bu yerga to'kib olib, mardani makkani ham chiqaraveradi. Bug'doyni ham bemalol yugurib qilib chiqarsa bo'ladi. Xo'p, asosiy endi qulaylik. Makka bilan yantoq chiqargan juda zo'r narsa. Bemalol xohlagan joyga g'ildiratib olib borsa bo'ladi. Qolaversa bularimizni faqat mana tik turadigan fasonlar bor. Bularimiz ham 20 talik ichli bo'ladi. Bularimiz ham xudo xolasa bu yoqdan shunaqa bitta qo'l bilan qayerga bo'lsa yetalasa bo'laveradi. G'ildiraylari katta bemalol yetalasa bo'ladi. Kimga shunaqangi hop universal darabilkalarimiz kerak bo'lsa bemalol qasqasizlar. Yetkazib beramiz. Barcha viloyatlarga dastavkamiz bor, xudo xolasa. Hop, orqasida bularimizni ham to'kilchab turadigan avtomat zashitasi kerak bo'lsa, motorimiz o'zida ham turib ko'rsatib turadi. Kimga shunaqangi universal darabilkalarimiz kerak bo'lsa bemalol aloqa qilsinlar. Xudo xolasa, Xorazm Qoraqalpog'istongacha yetkazib beramiz. Hozirgi kunda ko'proq kurchoklik variantida chiqyapti. Kayka bodli so'raganlarga kayka bodli variantlari ham bor bu yoqda. Xo'p, narxlari 2.800 mingdan boshlanadi. 3.5 milliongacha darabilkalarimiz bor. Motorlari mislik, alyuminlik, 3 xil, 4 xil, 5 xil motorlardan foydalanamiz. Xudo xolasa, hammasi sifatlik. 1 oydan garantiyasi bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Bugungi sanamiz 16 may 2025-yil. Xo'p, motorlarimiz Ariel nomli motorimiz bor, Titan nomli motorimiz bor. Bu yoqda Rubin motorli nomli darabilkamiz bor. Xo'p, yana Aqua degan motorlarimiz bor. Sifati zo'r motorlar. Tishlari 20 talik bo'ladi, 24 talik bo'ladi. 2 xil variantda bo'ladi tishlari, xudo xolasa. Hammasi sifatlik, yaxshi bo'ladi. Hop, darabilkalarimiz materiali keladigan bo'lsak, qalin stenkalik turbaga bo'ladi buni. Xudo xolasa, ancha yillar xizmat qiladi.